هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Zuhruf tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kathir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Zuhruf suresi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Zuhruf Mekke'de nazil bolgan 89 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Hamim. Roşen kitap bilen qasamki silani onun ma'nisini tushunsin deb biz uni haqiqatan Arabcha Qur'on qildik. Haqiqatan u Lavhil Mahfuzda bizning dargohimizda muqimlashgan yuqori martabalik hikmatli kitaptır. Sizlar gumrohlikda haddidan oshgan qavm bo'lganligingiz uchun sizlarga va'zi nasihat qilishni tark qilamdik. Ilgiriki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularga qandaq bir payg'ambar kelmasin, ular uni qavming seni masxar qilgandek masxar qildi. Ular ya'ni Makka kafirlardan kuch-quvvatda üstün bo'lganlarni halok qildik. Ilgirikilarning qissalari Qur'onda o'tdi. Hamim Roşen kitap bilen qasamki, ya'ni bu ma'nolari va so'zlari ochiq, ro'shan bayon qilingan kitaptır. Çünkü u Arap tilida nazil qilindi. Arap tili kishilarning o'zaro so'zlashishida eng fasohatli tildir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: "Sizlarni uning ma'nosini tushunsin deb biz uni haqiqatan Arabcha Qur'on qildik." Ya'ni sizlarning uning ma'nosini tushunsin, sizlarni uning ma'nosini tushunsin va o'ylansin deb u Qur'onni Arab tilida fasohatlik va ochiq qilib nazil qildik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Qur'on ochiq arabiy tilda nazil bo'ldi. Haqiqatan u Lavhil Mahfuzda bizning dargohimizda muqimlashgan yuqori martabalik hikmatli kitaptır. Uni zimin ahlining sharaf bilishi, ulug'lishi va uningga itoat qilish uchun shon sharifi ustunki olamda farishtalarga bayon qilingan kitaptır. Hikmatlik, ya'ni puxta, yolg'on aralashib qilishdan va burmilanishdan saqlangan kitaptır. Buning hammasi Qur'onning shonliq va fazilatli kitob ekanligini tushuntirib berdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: Shak shubhisizki u ulug' Qur'ondir. Kitapta, ya'ni Lavhil Mahfuzda saqlangandir. Uni faqat pok bo'lganlar tutadi. U olamlarning Rabbi tarafidan nazil qilingandir. Buningdan keyin unda qilmagan. Bu oyatlar va'zidir. Xohlagan odam uningdan va'zi nasihat oladi. U, ya'ni Qur'on oyatlari qimmatlik, qadri yuqori pok sahifalarga yozilgandir. U hurmatlik, yaxshi farishtalardan bo'lgan putukchilarning qo'lidadir. Sizlar gumrohlikda haddidan oshgan qavm bo'lganligingiz uchun sizlarga va'zi nasihat qilishni tark qilamdik.
İbn Abbas radıyallohu anhuma, Abu Salih, Mujahid, Suddi ve İbn Cerir qatorliqlar bu oyat haqida, ya'ni sizlar buyurilganni qilmagan turuqliq bizning sizlarni tashlab qo'yishimizni va sizlarga azob qilmasligimizni o'ylamsizlar dedi. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Allohning nomi bilan qasamki, agar bu Qur'onni bu ummatning daslividikilar rad qilganda u ko'tarilib ketgan bo'lsa, ular albatta halok bo'lgan bo'ladi. Lekin Alloh taolo o'zining mehr shafqatini va rahmatini qayta yog'dirdi. Qur'onni ularga takror nozil qildi. Ularni Qur'onga 20 yil yoki Alloh taolo xohlagan miqdorda da'vat qildi. Qatadaning bu so'zi mazmun va ma'no jihatdan nihoyat kuchli bo'lib, uning xulosa ma'nosi Alloh insonlarga ko'yingan va marhamat qilganlikdan ularni yaxshilikqa, hikmatlik va nasihat bo'lgan Qur'onga da'vat qilishni to'xtatib qo'ymaydi. Garchi insonlar haddidan oshgan Qur'ondan yuz o'rgan bo'lsin. Lekin Alloh taolo hidoyat tepishni belgilagan odamning Qur'on bilan hidoyat tepish uchun badbaxt bo'lishni belgilagan odamning ustidan dalil pokit turg'izilishi uchun Qur'onga da'vat qildi. Quraysh tarafidan inkor qilingan payg'ambar alayhissalomga tasalli berish to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomni o'z qavmi inkor qilganligi uchun Alloh taolo unga tasalli berib va ularning yetkizgan aziyatlarga sabr qilishga buyurib, mundaq deydi: ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Ularga qandoq bir payg'ambar kelmasin, ular uni qavming seni masxir qilgandek masxir qildi. Ya'ni ular uni inkor qildi va masxir qildi. Ular, ya'ni Makka kofirlardan kuch-quvvatda ustun bo'lganlarni halok qildik. Ya'ni payg'ambarlarni inkor qilganlarni halok qildik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular seni inkor qilgan ayni shu mushriklardan kuch-quvvatda ustun edi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgarigilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Bulardan ularning soni ko'p edi. Zaminda kuch-quvvat va yodikorliklar, ya'ni uy imorat jihatda bulardan ustun edi. Ularning qo'lga keltirgan narsalari ularga asqatmadi. Bu vaqtda nihoyat nurg'un oyatlar bor. İlgirkilerinin qissalari Qur'onda o'tdi. Ya'ni ilgirkilerinin qissalarini ularga kelgan azob keyingilarga yetib qolmasligi uchun ulardan keyin keladigan payg'ambarlarni inkor qiladigan qavmga ibrat qilib bayon qildik. Alloh bu vaqtda bu suraning oxirida mundaq degan: ularni biz kuffarlarning azobga tegishlik bo'lishida keyingilarga namuna va ibrat qildik. Alloh taolo yana mundaq deydi: bu, ya'ni azobni ko'yganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalar orasida tutgan yo'lidir. Allohning tutgan yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Agar sen ulardan osmonlar va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta osmonlarni va zaminni g'olib, hammani bilguchi Alloh yaratdi deydi. Alloh sizlar uchun zaminni qarorgoh qildi. Safarda ko'zlagan yeringlarga yetib olishinglar uchun sizlarga zamindan nurg'un yo'llarni yaratdi. Allah bulutdan sizlarga ziyon yetkazmay, foyda yetkazadigan o'lchamda yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan biz giya unmas qaqas o'lik zaminni terildirdik. Sizlar mushundoq, ya'ni o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek qabranglardan chiqarilsizlar.
Allah bütün məxluqatlarning turlarini yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kema va minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. Ondan sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Rabbinglarning ne'matini aslab, bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Rabbimizning dargohiga qaytquchilarmiz degaysizlar. Mushriklarning maxluqotlarni yaratquchining tavhidni e'tirof qilishi va uning ko'plagan dalillari to'g'risida. Mushriklarning maxluqotlarni yaratquchining tavhidini e'tirof qilishi va uning ko'plagan dalillari to'g'risida. Alloh taolo bunday deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar sen Alloh taologa boshqa narsalarni shirik qilib cho'qingan ayni shu mushriklardan osmonlar va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta osmonlarni va zaminni g'olib, hammani bilguvchi Alloh yaratdi deydi. Ya'ni ular albatta ularning yaratquchisining hech shirik bo'lmagan yolg'iz Alloh taolo ekanligini e'tirof qiladi. Shundoq turuqliq ular Alloh taologa boshqa narsalarni va butlarni shirik qilib ibodat qiladi. Allah sizlar uchun zaminni qarorgoh qildi. Ya'ni keng ketgan tavranmas zaminni qarorgoh qildi. Sizlar uning ustida sayr qilasizlar. Ish-harakatlarni elib borsizlar. Aram ilish uchun uxlaysizlar. Uyan bu yonga berib kelasizlar. Gerçi zamin suvning ustida yaratilgan bo'lsa-mu, lekin Alloh taolo uning uyan bu yonga tavrab ketmaslik uchun tog'lar bilan mustahkam qildi. Safarda ko'zlagan yeringlarga yetib olishinglar uchun sizlarga zaminda nurg'un yo'llarni yaratdi. Ya'ni Alloh taolo tog'lar va jilg'alar orasida nurg'un yo'llarni qildi. Sizlar shahardan shaharga, yurtdan yurtga, bir davlatdan yana bir davlatga qilgan safaringlarda shu yo'llar orqali ko'zlagan yeringlarga yetib borsizlar. Allah bulutdan sizlarga ziyon yetkazmay, foyda yetkazadigan o'lchamlik yomg'ir yog'dirdi. Ya'ni ziraatlaringlar va o'simliklaringlarning sug'urilishi, o'zanglarning va chorva mollaringlarning ichishi uchun yetarlik bo'lgan miqdorda yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan biz giya unmas qoqos o'lik zaminni terildirdik. Ya'ni zaminga yomg'ir yoqqanda u jonlanadi va ko'pishadi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Alloh taolo zaminni terildiradiganligini misol qilish bilan insonlarni o'lgandan keyin qiyomatgani terildiradiganligiga ishorat qilib bundoq deydi. Sizlar mushundoq, ya'ni o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek qabranglardan chiqarilasizlar. Allah bütün maxluqotlarning turlarini yaratdi. Ya'ni zaminda o'sadigan har turli o'simliklarni, ziroatlarni, mevalik daraxtlarni, gul chechaklarni va boshqa narsalarni yaratdi. Har turli va har xil bo'lgan hayvonlarni yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kema va minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. Ya'ni suvda yurishinglar uchun kemalarni, go'shtini yeyishinglar, sutini ichishinglar va minishinglar uchun hayvonlarni sizlarga bo'ysundirib berdi. Ularni itoatchan va boshqarishinglarga qulaylik qildi. Sizlar temkin ve xotirjamolda kemining ustiga chiqsizlar. Hayvonni minisizlar. Ondan sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Rabbinglarning ne'matini aslab, ya'ni sizlarga ularni bo'ysundirib bergan ne'matini aslab, bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz uningga minishga qodir emas edik. Ya'ni
onu boshqarolmaydik. Agar Alloh taolo buni bizga bo'ysundirib bermagan bo'lsa, biz uni minishga qodir bo'lolmaydik. Biz haqiqatan Rabbimizning dargohiga qaytquchilarmiz degaysizlar. Ya'ni biz o'lgandan keyin uning huzuriga borguchilarmiz. Bizning cho'ng safarimiz Alloh taolaning dargohidir. Bu oyat dunyoning safari orqali oxiratning safariga ishorat berdi. Bu xuddi Alloh taolo dunyoning ozuqligi orqali oxiratning ozuqligiga ishorat qilib mundaq deganiga o'xshaydi. Oxiratlikinglar uchun zod rohila ilvilinglar. Eng yaxshi zod rohila taqvodorlikdir. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Alloh taolo yana dunyoning kiyim-kechaklarini bayon qilish orqali oxirat uchun taqvodorlik qilishga mundaq ishorat qildi. Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avratinglarni yopadigan va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. Alhamdulillah. Yuqorida sura Zuhruf tafsiridan 14-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.